balam, cemiyet mürekkepleshib ketyapti. İnsanlar ko'payyapti. Lekin odamlar ozyapti. Agar sen insonning haqiqiy mohiyatini tushunmoqchi bo'lsang, ko'zingni yumib tur. Men seni bir yerga boshlab boray. Shu chog'da sen shaylarning haqiqiy mohiyatini tushunalaysan.
aynak hamma narsaning aslisini o'z mohiyati bo'yicha ko'rsatib beradi. Nurg'un odamlar o'z aslisini unutayotgan holatda aynak sirtida yashayapti. Bu bir nodonlik, bu bir xatolashish. Her vaqt aynakka qarab, o'zligimizni to'nib, aslimizga qaytib, aynak ichida aks ettirilgan inson asli xislatini yo'qotmagan hayotda yashaydi.